Psixosomatika. Psixosomatika bu masalan barmog'im og'rib qoldi, demak ota-onam bilan yoki onam bilan munosabatim yomon ekan, shuning uchun ham barmog'im og'riyapti degani emas. Ko'pincha ko'pgina insonlar aynan hozirgi kunda psixosomatikani bu yangi zamonni yangi pul ishlab topish yo'li deb tushunishadi, lekin aslida unday emas. Psixosomatika oldindan ham bor. Masalan, Ibn Sino bobomiz ham hamma kasallik aynan asabdan bo'ladi deb to'g'ri aytganlar. Aynan shunday. Masalan, limonni eslang. Limonni oling, o'rtasidan bo'ling va suvini siqing. Suvini siqqaningizdan keyin o'sha suvni xayolan iching. Siz limonni yemadingiz, limonni hali ko'rmadingiz ham, lekin miyangizda signal bo'ladi. O'sha limon haqida o'ylashingiz bilan, suvini ichishingizni o'ylashingiz bilan og'zingiz suvga to'ladi va qandaydir nordonligini sezasiz og'izda. Xuddi shunga o'xshab, bizni tanamiz har bitta o'yimizdan kechirgan xayolimizga o'zini munosabatini bildiradi. Uzoq vaqt davomida aynan qaysidir mavzu sizni qiynab kelayotgan bo'lsa, aynan qaysidir tanangizni a'zosida, sohasida qandaydir bosim paydo bo'ladi o'shani oqibatida. Va o'sha bosim uzoq vaqt davomida davom etib keladigan bo'lsa, albatta o'sha joyda qandaydir ishdan chiqish yuz beradi va shuni aynan psixosomatika deb atashadi.